BYD chempion mashinasini batareykasini olib qo'yganmiz. Mana akalar turishibdi. Bular o'zligida mana Son Plus chempion, bu yoqda chempion, mana bu yoqda chempion. Chempion to'g'risida ma'lumot olishyapti. Akalar 20% qoldimi? Bo'ldi, zaryadga haydab yuringlar. Mana shu chempion yurgan bo'lsa 40 ming kilometr yurgan. 40 ming kilometr yurganda ichi disbalans bo'lib ketib qolgan. Bu mashina o'sha 5% qolganda ham, 10% qolganda ham ko'chada yuravergan. Bundan oldingi chempionimiz ham xuddi shunaqa, aka 5% qolganda 4 marta haydab qo'ydim dedi egasi. Uni ham ichi o'ynab ketib qolgan, uni ham qilib berdik. Mana buni ham ichi o'ynab ketib qolgan, buni ham qilib beramiz. Xudo xolasa 50% da yurib ketayotganda ko'cha o'rtasida tas qoladi, bo'ldi. Yana evakuatorga ort, yana zaryadkaga olib bor. Bu egasi aytayapti, to'xtatdi, santrlatmay tur, egasi aytayapti. Aka birinchi 10% da o'chdi, undan keyin 20% da o'chdi. Undan keyin 30, 40, 50, mana o'sha 50 ga tushganda o'sha bo'ldi, quladi dot. O'sha endi disbalansga olib keldim, qilib beringlar, akalar dot. Biz ochdik, qaradik, 92-yecheyga tushib ketib qolgan. Ichida kuchli tushib ketdi. Bu yoqdagi batareykamiz, ichida anaqasi ketib qolgan. Gradus batareykani temperatura datchigi bor. Temperatura datchigi ketib qolgan. Bu BMW mashinasi bo'ladi, ID 3 ga. Buni ham ochib, polni ichi temperatura datchigini mana bolalar qilib berishyapti. Agar kimga shunaqa batareyka xizmatlar kerak bo'lsa, buzilmasin mashinanglar. Mana shu yerda xizmatda, xudo xolasa, bu yerda avtomaster ishlar chiroyli qilib bitkazib beramiz.